Assalomu alaykum, changinalarim. Xayrli. Alo. Qanaqasizlar? Alhamdulillah, sog' omonmisizlar? Voy bu ovozlar. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum ustoz. Qanaqasiz? Yaxshimisiz? Xayrlaringiz yaxshimi? Sog'ligingiz yaxshimi? Bolalaringiz yaxshimi? Xudoga shukur, Ancha sog'lik, yaxshiman. alhamdulillah. Yaxshi bo'lib Yaxshi. qolibsizmi? Ancha Ha, yaxshi. siz bergan bilimlar asosida Sayra opam bilan anaqa regressiya qildik. Zo'r. Men o'zim slipper bo'ldim, gipnolog bo'ldilar. Ovozlarim yaxshimi? Yaxshi kelyapti. Ovozingiz zo'r. Молодец, xursandman. Saydipa, siz Rahmat. energiya tarqatib turganingizdan. Feruza, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? O'tgan safar ko'rmay qoldim seni, shuning uchun qidirib qoluvdim. Dilfuz qani deb. Yaxshimisiz Feruza? Rahmat, o'ziz charchamang. Assalomu alaykum. Xudoga shukur, qalaysan, o'zing yaxshimisan? Charchamayapsizlarmi? Hop, to'g'risini aytsam, bugun rosa charchaganman. Bugun shunchalik necha kilometr yurganimni bilmayman. Juda ham ko'p yurdim, chunki o'g'limni kattasini birinchi bog'chaga bordim. Peshkom anaqada bordik, kolyaska bilan. Keyin oxiri chidolmasdan baribir keyin mashinaga o'tishga qaror qildim, lekin juda ham ko'p yurib bordim. Anchadan beri uydan chiqmayapman, farzandim kasal deb. Bugun yurishga qaror qiluvdim. Ko'paytirib bordim cherezchur birdaniga. Bog'chaga bordim, bittasini tashlab ikkinchisini keyin doktorga bordim. U yerda ham rosa yuradigan joy edi. Yana qaytib yana bog'chaga tashladim. Undan keyin bir narsalar qilib magazinga aylandim. Bilasizlar, ayollar kishi magazinga kirib qolganda vaqtni ham boshqasini ham unutib qo'yadim. Ya'ni uyga kelganimda o'sha yerda xudo ishqilib darsimni eplab o'tmasam bo'lmasam o'sha cho'zilib qolarkanman deb anchadan beri uyda anaqaman-ku, ya'ni u yoqqa bormayman. Bir joyga borib kelsam tez mashinada borib kelaman. Shuning uchun ko'p yurmayotgandim jismoniy. Xo'p, yana bir bor barchaga assalomu alaykum. Xayrli kech. Hammanglarni shu yerda ko'rib turganimdan xursandman. Bugun sizlar bilan marafonimizni ikkinchi darsini boshlaymiz. Hozir mikrofoninglarni o'chiramanman. Menga o'zinglarni ko'rsatib tursanglar zoomdagilar, sizlarni ko'rib tursam bo'lardim. Yana ham energiyam ko'tariladi va men sizga shunaqa energiya beraman. Shuning uchun chiroyli yuzinglarni ko'rib turaylik. Da, bemalol ish qilib boshqa qilib tursanglar bo'ladi, lekin sizlar shu yerda ekanligingizni his qilib turish baribir boshqacha. Xo'p, bizda Telegramda 14 ta odam kiribdi. Zoomda men ovozim yaxshi kelyapti sizlarga. Telegramdagilar ovozim yaxshi eshityapsizlarmi? Ora-orada Telegram esimdan chiqib qolyapti menim. Chunki shunchalik berilib kirib ketganimdan keyin men gapirishni boshlasam transkript chiqib qolaman. Telegramdan chat ochganim esimdan chiqib qolibdi degan. O'shaning uchun ora-orada menga Telegramdagilar Zoomga o'tib, siz eshityapsiz yoki eshitmayapmiz deb turinglar. Bo'lmasam esimdan chiqarib qo'yaman sizlarni. Xo'p, bugun sizlarga qiziqarli ma'lumotlar beraman, xudo xohlasa. Ba'zi anaqa maqsad yaratish anaqalarini hal qilamiz inshaalloh. Qanaqa qilib yaratamiz, qanaqa qilib yozamiz, qanaqa qilib chizamiz va bir nechta amaliyot beraman. O'zi keyingi darsga, ya'ni 3-darsimizda to'liq amaliyot beraman. Lekin bugun ham keyingi darsimiz sal cho'ziladi. Keyingi haftaga o'tolmayman men dars. Chunki o'zimni universitetda o'qishlarim, ko'p darslarimni keyingi haftaga qo'yib qo'yibdi. Ertadan boshlanadi men universitetdagi darslarim ham, ertadan kechgacha Zoomda o'tirishim kerak men. Shuning uchun men talabaman, bilasizlar. Hali ham bilmayman, necha yoshimgacha 70ga kirganimda ham hali ham o'qiyapman, nevaralarim deb yursam kerak. Ish qilib, shuning uchun keyingi haftaga ba'zi narsalarni qisqartirishga majbur bo'ldim. Shuning uchun keyingi haftaga bo'lmaydi, undan keyingi haftaga bo'ladi 3-darsimiz. Xo'p, ko'pchiligingiz menga anaqalaringiz yozdingiz, orzularingiz yozibsiz. Juda ham xursandman. O'qib, his qilib, hammanglarni orzularingni ichiga kirib, boshqacha his bilan kecha yarim kechasigacha o'tirdim, yozishga harakat qilib javob. Kim yozgan bo'lsa men javob yozdim. Ko'pchiligingizda xatoliklar, endi xatolik demaylik, ya'ni yozishda bo'lgan ba'zi noqulay holatlar unga misqabul qilmaydigan bir xil. Deyarli o'xshash. Juda ko'pchiligingizda o'xshash. Juda ko'pchiligingiz judagina yaxshi orzularni anaqa qilishni, tuzishni, his qilishni bilganingizni ham ko'rsatgansiz. Bu juda ham zo'r. Minnatdorchilik hislari bilan
qanaqadir oxiriga alohida so'zlarni qo'shish bilan buni ham his qildim. Shuning uchun hammangizga ilohim niyatiga yetsin deb o'tirdim har o'qiganimda. Sizlar uchun duo qilib niyatingizga yeting dedim. Shuning uchun inshaalloh ya'ni hammangiz nima niyat qilgan bo'lsangiz ortig'i bilan eng chiroyli holatda niyatlaringizga maqsadlaringizga yetasiz degan umiddaman. Xo'p, bo'lmasam bugun sekin asta siz bilan boshlaymiz maqsadlarni. O'zi nima edi mavzumiz? To'xtang, bitta mavzuga qarab olaylik. Mavzumiz bor edi shekilli. Bir mahallar mavzu tuzgandim menimcha bu marafon uchun. Hozir bitta qidirib ko'raychi. Mavzu tuzgan ekanmanmi, yo'q ekanmi? Odatda darsga sirimni sizlarga ochib qo'yib darsga umuman tayyorgarlik ko'rmayman. Вообще hech qaysi darsga tayyorgarlik ko'rmayman. Shunday o'ylamasdan kelib o'tirib dars o'tiraman. Chunki o'zi keladi, tayyorgarlik ko'rsam ham u gaplarni sizga gapirmayman. Shuning uchun darsga tayyorgarlik ko'rmaydigan bo'lganman. O'zi qanaqadir o'z-o'zidan gapirishim kerak bo'lgan narsalar o'z-o'zidan tabiiy jarayon holati keladi. Qani, yana qayerga yozgan ekanman men? Hozir daqiqa skrinshotga olgandim shekilli mavzularni. Nima mavzu bo'lishini sizlarga topdim. Orzu, xohish, maqsad, niyat ulanibman. Nega maqsadimiz juda sekin? Nega maqsadimiz juda sekin amalga oshadi yoki ba'zan umuman amalga oshmaydi? Maqsad qo'yishdagi eng katta xatoliklar, to'g'ri maqsad qo'yish qanday bo'ladi? Mana shu narsalarni o'rganishimiz kerak bo'ladi bugun. Maqsadga erishish uchun amaliyotlar, yana qo'shimcha narsalarni men keyingi darsda beraman. Xo'p, eng avvalo nima sababdan maqsadlarimiz amalga oshmaydi? Qarang, bugun siz hamma yozganlaringiz to'g'irlab olasiz o'sha unaqalarni. Keyingi darsgacha, undan keyingi darsgacha menga to'g'irlab tashlaysiz. Men sizga bugun o'rgataman qanaqa yozilishi kerak bo'lishini, u narsani, ya'ni siz uchun, meni gapimga yaxshilab e'tibor berasiz. Men uchun, birov uchun, kimdir uchun emas. Aynan maqsad siz uchun to'g'ri yozilgan bo'lishi kerak. Siz his qila oladigan darajada yozilgan bo'lishingiz kerak. O'qiganingizda ongingiz Bahora, Dilfuza, davay, men shuni xohlayapman deb bo'ladi-ku ba'zida ichingizda. Misol uchun bitta ko'ylakni ko'rsangiz har safar xuddi yosh boladek sevinib ketasizda. Shunchaki ko'rdingiz xolos, u hech qanaqa ya'ni hech qanaqa ortiqcha o'y xayol qilganingiz yo'q. Shunda ko'zingiz bilan ko'rganingizda o'sha siznikidek xuddi uni kiyib qatlagadir borganlaringiz o'zidan tasavvuringiz kelib ketadi, to'g'rimi? Albatta o'sha narsani olasiz. Albatta shunga pul ham keladi. Xuddi o'shanday his bera oladigan yozish kerak bo'ladi-da. Maqsad uni siz bilan sekin asta bugungi darsda o'rganamiz. Shuning uchun keyingi darsda men sizlarni maqsadinglarni o'shanda yozilgan holatda ko'raman. Qani bir energiyaga to'laylik, bir-birlarimiz maqsadlarimizni o'qib, to'g'rimi? Chunki har bitta inson siz uchun, mana bu inson buni xohlar ekan deb o'qiganda sizni o'ylab, sizning maqsadingizga energiya beradi. Va siz o'sha maqsadga ochiqsiz-ku. Bugun shu narsalarni tushuntiraman va bu sizning maqsadingizni amalga oshishga yana bir yordam. Davaychi, bugungi qiladigan ishimiz yozib chizib qilamiz. Ba'zi narsalarni men sizga yozib chizib aniq tushuntiraman. Mana bugun rassomlik qobiliyatimdan bir bahramand bo'lasizlar. Juda chiroyli rassomman deb ayta olaman. Yaqinda menimcha ko'rgazmalarim chiqsa hayron bo'lmaysizlar. Xo'p. Demak, nega maqsadimiz amalga oshmaydi? O'zi aslida maqsadimizni amalga oshiruvchi asosiy omillar nima? Ya'ni nima bizning maqsadimizni amalga oshiradi? Nega hamma fikrlasang, o'ylasang, his qilsang, energiya bersang-da, u narsa amalga oshadi yoki vizualizatsiya qilsang amalga oshadi. Lekin aynan men bunday yozishim kerak, bunday yozishim kerak emas, bunday aytishim kerak, bunday aytishim kerak emas deydi. Men sizga aynan mana shuni, men darslarimga kirganlar biladi. Men ildizini ko'rsatmasdan qanaqa qilib o'sayotganini, ya'ni qanday katta bo'lishini men sizga aniq ma'lumot bermayman. Shuning uchun sizga hozir men uzoqdan kelaman, ozroqda aynan qanday holatda bizning maqsadlarimiz va borliqda bizning xohishlarimiz hayotimiz uchun umuman nima xohlashimizdan qat'iy nazar negativmi, pozitivmi hayotimizga kirib keladi, amalga oshib keladi. Mana shu narsani sababini siz bilan o'rganamiz. Ya'ni sabab emasda aniq nima deydi, faktini siz bilan o'rganamiz. Ekranimga tegmaysizlar, ekranimga chizmaysizlar. Bo'lmasam men sizlarni qanaqa qilishim mumkin? Ekranimga tegmaydigan qilishim mumkinmikin? Hozir bir daqiqa. Bo'lmasam sizlar chizib tashlayapsizlar.
Hop, ekranni iloji boricha ekranga tegib, qo'lingiz bilan chizmaslikka harakat qilib turing. Ekranda chizilgan, yozilganlarni ko'rasiz. Ekran hammaga ko'rinyapti. Oq qog'oz holatida ko'rinyapti. Hop. Demak, boshlaymiz. Umuman, borliqda maqsad qanday amalga oshadi? Nega bu yerda maqsad amalga oshishga vizualizatsiya juda muhim, qalb juda muhim, his qilish juda muhim, fikrlash, to'g'ri fikrlash juda muhim, miyani qabul qilishi juda muhim deb gapiradi. Ba'zilar aytadiki, ong osti bloklaring bor ekan, shuning uchun bu narsalar seni maqsadingni amalga oshirishiga qo'ymayapti ekan degan gaplarni aytadi endi ba'zi psixologlar, boshqalar. Ba'zilar aytadi, sen bu yerga negativ qo'shib qo'yibsan, shuning uchun seni maqsading amalga oshmayapti ekan. Nega aynan bu narsalar gapiriladi? Nega bizani maqsadimizni amalga oshmasga aynan negativ gapirmasligimiz, to'g'ri fikrlashimiz, to'g'ri his qilishimiz, to'g'ri vizualizatsiya qilishimiz, har doim yuqori vibratsiyada ma'lum bir ma'noda bo'lishimiz judayam ahamiyatli. Men sizga hozirda bu isbotlangan o'sha kvant fizika, biologiya, ximiya, qaysi fan agar u yerga aralashgan bo'lsa, hammasi orqali isbotlangan ma'lumotlarni birlashtirilgan holatda, xuddiki ertak bir ko'rinishida men sizga tushuntirishga harakat qilaman. Oddiyroq qilib, soddaroq qilib, aytadiki, g'irt qishloqchasiga tushuntirishga harakat qilaman. Inshaalloh bu narsa qo'limdan keladi deb umid qilaman. Xo'p, demak, boshlaymiz. İlk asosda bir insonchani chizamiz. Mani insonim shu. Mayli, sizlar uchun ko'z ham chizib qo'yay. Bu safar sal murakkablikka harakat qilamiz. Burnimni ham chizib qo'yman. Okay. Bu bizning insonimiz. Bu jismoniy tomondan biz shu insonni shundoqligicha ko'ramiz. Shunda tashqaridan ko'rinishi. Lekin biz insonni mikrofonini o'chirmasam, kimdir bir mikrofon ochiq qoldi. Telegramda hamma mani ovoz past manda. Ya'ni bu inson bizni jismoniy tomondan ko'rinishimiz. Lekin bu insonni biz ko'ra olmaydigan qismimiz bor. Bu insonni biz ko'ra olmaydigan qismi uni energetik tanasi. Energetik tana dumaloq sifat. Hozirgi kunda hamma gapiradi. Aura deydi, biomaydon deydi, energetik maydon deydi, energetik polya deydi, torsionniy polya deydi, ya'ni torsion hududi deydi. Ya'ni har xil so'zlar bilan, terminlar bilan ifodalanadigan energetik maydon. Energetik maydon faqatgina insonda mavjud emas. Har qanday u jism jonsiz bo'lsa ham farqi yo'q, katta kichikligidan, ko'rinish ko'rinmasligidan. Har qanday jonli, u hayvonmi, insonmi, umuman o'sha tarakan-parakan farqi yo'q hammasi. Va har qanday butun bir jismlarni ichida jamlaydigan katta bir ko'rinishdagi, misol uchun yer deydigan bo'lsa, ichida milliardta har xil jismlarni, jonli jonsiz narsalarni jamlaydigan yer shari desak, mana buni yer shari, hammasini energetik shunaqa hududi bor. Energiya aylanuvchi hududi bor. Nega energiya aylanuvchi hudud? Biz anglashimiz uchun, aynan biz maqsadlarimizga erishishni tushunishimiz uchun qanday erishishni muhim. Chunki, qarang, bu energetik hudud bizni tanamizga jismoniy tomondan va psixologik tomondan energetik tana holatida, jismoniy tana holatida farqi yo'q. Har qanday tana deb hisoblasangiz, u psixologik, u jismoniy, ham energetik, umuman, ya'ni ham ruhiy holatda tanamizdagi umuman hayotni aylanishiga javob beruvchi qism bo'ladi. Ya'ni hayot aylanishi degani, hayot bu biz uchun energiya. Ya'ni bitta mashinangiz bo'lsa, sizni mashinangiz, agar mashinangizni motori bo'lmasa va motorida yog'i bo'lmasa, u mashinangiz bir qop temir, to'g'rimi? Har qanday uyingizdagi elektron buyumni oling, u elektron buyum agar svet bo'lmasa, hech qanaqasiga ishlata olmaysiz. Hatto kompyuteringiz ham, o'sha qiladigan telefoningiz ham ichida zaryad bo'lmasa, hech qanaqasiga ishlata olmaysiz. Lekin u zaryadni afsuski siz ko'rmaysiz. Biz ko'ra olmaymiz u zaryadni. Benzinni ko'ra olamizda, u tashqaridan nima qilgan. Lekin gazni ham ko'ra olmaymiz. Gaz ham energiya. Gaz ham mashinalarni harakatga keltiradi, to'g'rimi? Uni ham ko'ra olmaymiz, lekin u yoqilg'iligini bilamiz. Lekin ko'zimiz ko'rmaydi.
Tokni ko'zimiz ko'rmaydi, ekranimga teginmanglar, iltimos sizlardan ekranga teginmang. Shundoq qarab turing. Tokni ko'zimiz ko'rmaydi, lekin hamma narsani harakatga keltirish uchun tok kiradigan mashinami, u televizoringizmi, u telefoningizmi, u uyingizdagi hamma narsa ayni kunda ko'rishingiz mumkin. Deyarli hamma narsani biz elektrsiz boshqara olmaymiz. Jihozlaringiz boshqasi, hamma narsasi elektr bilan, ya'ni tok bilan boshqariladi. Mashinalar hammasi tok bilan boshqariladi. Hamma narsaga ayni damda juda ko'p narsaga endi hayotimizdagi tok kerak bo'ladi. Avval tok bo'lmagan paytda nima qilganmiz? Misol uchun ovqat pishirish uchun hozir biz tok sifatida, energiya sifatida gazdan foydalana olgan bo'lsak-da, tokdan foydalana olgan bo'lsak, avvalam energiyadan foydalanganmiz. Bu energiya olov. Eng birinchi inson hayotidagi eng asosiy energiya bu olov. Biza yaratishimiz mumkin, hosil qilishimiz mumkin bo'lgan, ushlab ko'rishimiz mumkin bo'lgan. Shuning uchun olov bu energiya. Tanamizdagi energiya shuning uchun olov unsuri hisoblanadi. Bizani harakatga keltiruvchi energiya tanadagi bu olov unsuri. Ham tanamizda suv ham bor, uni alohida holatda bilasiz, havo ham bor, uni bilasiz alohida. Va yer ham bor. Chunki hamma yegan narsalaringiz, ichgan narsalaringiz yerdan o'sib chiqqani uchun yerni tarkibi bilan bir xil. Yerda qanday moddalar bo'lsa, tanangizda xuddi o'sha moddalarning hammasi bor. Fosfor, xlor, ftor, nima desangiz. To'g'rimi? Ya'ni hayotimizdagi 4 unsur deganimiz bizning tanamizda to'la. Va ulardan eng asosiy bizning tanamizga harakatga keltiruvchi bu energiya va bu olov. Eng asosida biz yaratilishimiz mumkin bo'lgan energiya, ovqat pishirishimiz mumkin bo'lgan, bizni isitishi mumkin bo'lgan, bizni qo'rishi mumkin bo'lgan, o'sha paytda nimalardir harakatga keltirishi mumkin bo'lgan-da, bu olov bo'lgan. Ya'ni insonlar hali elektr tokini shakllantirmasdan. Tabiiy holatda yaratilgan energiyalar bo'lsa, olovni biz qo'limiz bilan sun'iy yarata olganmiz. Tabiiy holatda yaratilgan energiyalar bu quyosh energiyasi, bu oy energiyasi, bu chaqmoqlar. To'g'rimi? Hammasi energiya. U eng asosiy harakatga keltiruvchi, ya'ni hayotni, harakatni tashkillashtiruvchi qism hisoblanadi. Xuddi shuning uchun bizni tanamiz tashqaridan shundoq tana, xuddiki telefonga solishtiramizda, va telefon shunaqa hamma ishlarni qila oladi, boshqa qiladi. Lekin telefonni zaryad qilmasangiz, telefoningiz bitta oddiy temir, boshqa hech narsaga yaramaydi. Shunaqa tushung, oddiyroq tushunganingizda. Xuddi o'shanday tashqaridan ko'rganingizda tanamiz hamma narsani qilishi mumkin, hamma narsaga erishishi mumkin, fikrlashi mumkin. Xuddiki biz o'ylaymiz, dunyo bizning qo'limizda, lekin sizni tanangizda energiya bo'lmasa, siz ovqat yemasangiz, suv ichmasangiz, siz uxlamasangiz, ya'ni biz shulardan energiya olamiz, zaryad olamiz-da, ular bo'lmasa, sizni tanangiz bir uyum go'sht, trup deydi uni. To'g'rimi? Hayot mavjud emas. Xuddi gazli mashinalarni yurganingizda gazni ko'ra olmadingiz, lekin ballon qo'yib qo'yganingiz uchun buning ichida gaz bor deb ishonyapsiz, lekin u mashinani harakatga keltiryapti. Bizni tanamizdagi ham energiyani ko'ra olmaymiz, lekin yegan mahsulotimizni energiya kaloriyasini juda yaxshi bilamiz. Qanchalik to'ydirar ekan, bu to'yimli, chunki kaloriyasi buncha, buncha unchalik to'yimli emas, birpas hech qanchaga yetmaydi, qornim to'ymaydi bu bilan, kaloriyasi buncha. Aynan o'sha kaloriya, o'sha energiya biz uchun. Chunki har bitta yegan ovqatingiz eng oxirida parchalanib, yog'midi, uglevodmidi, uglerodmidi, nimaga parchalangan taqdirda ham eng oxiri bizning tanamizga yoqilg'i bo'lib, energiya bo'lib keladi. Ya'ni bizning tanamizni harakatga keltiruvchi va har bir atrofdagi jonli, jonsiz hamma narsani harakatga keltiruvchi asosi mavjud, uni tirikligini saqlab turuvchi bu energiya. Energiya doim harakatda. Nega ba'zi narsalar turib shunchaki chiriydi? Chunki u yerdagi harakat o'zgarganligi sababli. U yerdagi energiyani harakati doimiy shunchaki turgan bo'lsa ham, lekin u yerda energiya harakatda turibdi. Energiya doim harakatda bo'ladi. O'sha harakat turgan joyida o'zgarganligi sababli bu yedirilish anaqasi bor fizikada, agar o'rgangan bo'lsangizda, yemirilish, yedirilish atomlarni boshqa atomlar bilan, havo bilan-da, gaz bilan, suv bilan, namlik bilan harakatga kirishgan, ya'ni reaksiyaga kirishganlik sababli turgan narsa chiriydi, boshqa bir narsaga, kulga, qumga, nimalargadir aylanib qoladi. Ya'ni energiya har doim har qanday narsada mavjud. Xuddi o'shanday.
ya'ni nega bu yerdan man sizga uzoq kelyapman ba'zi narsalarni osonroq tushuna olishingiz uchun keyingi aytadigan narsalarimni bu energiyalar yig'ilib u harakatlar ma'lum bir tartibni tashkil qiladi. Ma'lum bir tartib nima degani? Ya'ni bizni yegan ichganimiz, bizni uxlaganimiz, bizni o'zimizga yoqadigan narsalarni his qilishimiz, o'zimizga yoqadigan mashg'ulotlar bilan shug'ullanishimiz, ya'ni biza o'zimizga yoqadigan insonlar bilan gaplashishimiz hamma bizga yoqadigan narsalar tanaga juda kuchli energiya beradi. Shuning uchun inson energiyani yeb ichishidan, ovqatidan, uyqusidan, quyoshdan, toza havodan, suvdan, yaxshi muloqotdan, yaxshi insonlar bilan, ya'ni sizga yoqadigan insonlar bilan muloqotdan, yaxshi filmlardan, maza qilib o'qiladigan kitoblardan, ya'ni sizni taningiz nimadan maza qilayotganini his qilsangiz, tushuning bundan energiya olyapsiz. Agar nima sizga yoqmayapti, zo'rg'a chidab o'tirib, sizda negativ qanaqa his qilyapsiz, tushunasiz, bu sizdan energiya so'ralyapti. Ba'zi insonlar shunday holatda sizga energiya so'rab olishadi o'zi bilmagan holatda. Xo'p, demak, mana shu energiya, tanadagi energiya, bizani tanamizdagi energiya o'zi harakatlanish jarayonida o'zidan mana bunaqa tanadan chiqqan holatda aylanadi bu energiya. Mana bunday holatda yuqoridan pastga, pastdan yuqoriga-da. Xuddi olmani bundoq kesganingizda mana bunaqa chiziq bor-ku-da aylanasida. Xuddi o'shanda yerni ham energiyasi, yerda tirik hayot mavjud, xuddi shunday aylanadi yerda ham energiyasi o'zini qutublari asosida yuqoridan pastga. Bitta shimoliy qutb, janubiy qutbda ikkita qutublilik bor. Bu energiya bu yerda harakatlanib mana bu joyda magnit maydon hosil qiladi. Magnit tortadi o'ziga yoki itaradi. Magnitlarni shunaqa qutublari bor. O'ziga tortuvchi, itaruvchi. Xuddi o'shanda insonni ham energetik maydonida energiya yeb ichishidan, boshqa qilishidan, tanada har doim harakatda turgan energiyani doimiy shunaqa holatda harakatlanishidan bizada boshimizni tepasi va oyog'imizni tagi qismida shimoliy qutbda, janubiy qutb holatida magnit maydon hosil bo'ladi. Endi tanadagi energiya qanday holatda aylanadi? Biz yeb ichishimiz, har bitta biz tirikmizmi? Biz tanamizda tinmay energiya aylanib turibdi. O energiyani aylanib turgan miqdori kengligi mana qo'lingizda shundoq qilib yoysangiz, oxirgi uchi qayerga bo'lsa o'sha joygacha aylantirib, mana bunaqasiga aylanib chiqing. O'shancha dumaloqlikda va tepaga qo'ysangiz o'shanchalikda. Ya'ni siz tiriksiz, kasal bo'lib yotib qolmagansiz, sog'lom yurgan insonda har doim mana shu qismingizda energiyani doimiy aylanish harakatida bo'lib turibdi. Endi agar siz bu energiyadan ozginasini olib tekshirishga harakat qilsangiz, u energiyani ichida doimo qandaydir ma'lumot bo'ladi. U yegan ovqatlaringiz ichidagi ma'lumotlar u yerga kirgan, ko'rgan kinolaringiz ichidagi ma'lumotlar u yerga, energiyani qayerdan olgan bo'lsangiz va u energiyaga nisbatan ko'rsatgan ta'siringizga ko'ra. Energiyaga ko'rsatgan ta'sir qayerdan bilinadi? Biz ikki xil ta'sir ko'rsatamiz energiyaga. Mana shu auramiz, tanamizda aylanayotgan energiyaga va uni ichidagi ma'lumotni o'zgartirishga har doim ikki xil ta'sir ko'rsatamiz. Bitta ta'sirimiz miya asosida, jismoniy ta'sir deysiz, buni mantiq asosida, fikrlash orqali, ya'ni bu fikr, o'y-xayol orqali, bu mantiq, ya'ni to'liqligicha jismoniy tanaga tegishli bo'lgan shunday ta'sir ko'rsatamiz. Biz har doim demak, bizda o'sha energiya, tushuning, energiya tinmasdan atrofimizdan aylanib turibdi. Men nima deyapman? Kuni bilan kimnidir xayolan urishib yuribman. Basharasi qursa menga o'qildi. U yoq bo'lsin, bu bo'lib ketsin, u yoq bo'lsin, bu yoq bo'lsin, ya'ni nimalardir. Shunaqa ham qiladimi? Bu ham odammi? Bu o'ylab yuribman hamma shu fikrda. Nima bo'lyapti bu? Mana bu fikri o'sha aylanayotgan energiyani ichiga ma'lumot sifatida aralashib, butun tanamda o'sha energiya yana qaytalanib aylanyapti-ku, to'g'rimi? O'sha energiyadan foydalanyapman. Va u energiyaga ta'sir ko'rsatyapman. Bu fikrim o'sha auram ichiga chiqyapti, bu energiya bilan qo'shilyapti va tanamda to'liqligicha aylanib yuribdi bu fikrim. Aylandi. Mana bu hududda ichida hammasida mana energetik aylanayotgan nur deb hisoblang, atrofingizda bo'layotgan nurni harakatini ichida mana bugun nimani shuncha butun kun fikrlagan bo'lsam, o'sha ma'lumot mavjud. Endi bu mani energetik hududim nima dedik? Magnit dedikmi? Bu yoq bilan tortadigan, itaradigan
xususiyatga ega, ikkita qutbga ega bo'lgan magnit. Mana magnit. Chunki ikkita qutbda magnit maydon hosil bo'lgan energiyani aylanishidan, harakatidan. Energetik olamda har doim energiya harakatlana olish uchun xuddi o'ziga o'xshagan energiya bo'lishi kerak. Bu nima degani? Odatda fizikada plus itaradi, minus itaradi, u yoq bu yoq deydi, lekin biz u nuqtadan qaramaymiz. Biz to'planish, bir yerga energiyalarni to'plash, ya'ni bitta kosangiz bor, o'sha kosani ichiga qanaqa energiyalarni to'plab birlashtira olamiz, shu haqida gapiramiz. Oddiygina tok, shnur. Ichini ochsangiz, biz uni tok sifatida ishlatishimiz uchun buni ichidan ikkita tok ochib, ikkita shnur o'tgan. Hammasida, to'g'rimi? Bittasi ko'k, bittasi qizil. Ya'ni bu bittasi minus, bittasi plus. Bu tokni qarang. Hozir salgina tushunarsiz bo'ladi, lekin keyin tushunib olasiz nimaligini. Bu bitta shnur, ichi bo'sh. Bu ikkinchi shnur, chunki ichida energiya oqadi. Qilib qo'ying, ichida energiya oqadi. Bu ko'k, bu qizil. Biz uni tok qilib ishlatishimiz kerak. Qarang endi. Ko'kning ichidan to'liqligicha plus energiya oqadi. Bu shnur ichiga minus energiyani qo'sha olmaysiz hech qanaqasiga. Qancha ko'proq plus energiya kesin oqsin desak, shnurni bu qanaqani kanalni yana ham kengaytiramiz, yana ham ko'proq plus energiyani qo'shamiz. Bu plus energiya. To'g'rimi? Uni ichiga, bu shnur ichiga xohlasangiz ham, xohlamasangiz ham minus energiyani tiqa olmaysiz. U ikkala shnurni birga olingda, bir-biriga qo'shaman deb turib, bundoq qilib ko'ring nima bo'larkin. Nima bo'ladi? Shnurni ochingda ikkalasini. O'sha tokka tiqilgan holda. Ko'k bilan, ya'ni plus energiya bilan mana busi qizilida faqat minuslar qo'shilgan bir-biriga, minus hammasi ichida minus energiya oqadi. Olingda ikkalasini mana bu joydan ikkalasini qo'shmoqchi bo'ling bir-biriga. Nima yuz beradi qo'shmoqchi bo'lsangiz? Portlash yuz beradi, portlash. Biz ikkalasini birga qo'shib foydalana olmaymiz. Plus bilan minusni bitta kosani ichiga solmoqchi bo'lsangiz, u yerda portlash yuz beradi. Tushunyapsiz-a? Bitta kosani ichiga yoki faqat minusni sola olamiz, bitta idishning ichiga, yoki plusni sola olamiz. Ya'ni shuning uchun, ya'ni shu ma'nodan tushuning. Agar sizni taningiz hozir ayni damda plus energiya to'la kosa bo'lib turibdimi? Da? U magnitlik xususiyatidan foydalanganda o'ziga to'ldirish uchun, kosani to'ldira olish uchun qanaqa energiyani torta oladi? Qanaqa energiyani ruxsat beradi kirishiga? Albatta plus energiyani, to'g'rimi? Chunki magnitku, u magnit juda zo'r ishlab turibdi. Va siz fikrlarni chiqardingiz, rosa qanaqa fikr chiqardim men? Kunni bilan bittasini qarg'ab yurdim. Ma'lumotimning xususiyatiga ko'ra, ma'lumotimga bo'lgan ma'ni munosabatimga ko'ra kelayotgan ma'lumotimga. Ma'ni u ma'lumotim xususiyati qanaqa? Negativ. Ma'ni o'sha ma'lumotga, ya'ni o'sha inson haqidagi fikrga nisbatan munosabatim qanaqa? Negativ. Boshqa insonga aytsangiz, вообще neytral bo'lishi mumkin. U insonga ta'sir qilmaydi, misol uchun. Shu inson shunaqa qildi-da desangiz, u inson, deydi, hech narsa o'zgarmasligi mumkin, to'g'rimi? Shuning uchun energiyaga bo'lgan munosabat har doim individual. Kim uchun negativ bo'lgan energiya siz uchun negativ bo'lmasligi mumkin. Ya'ni siz kuni bilan negativ fikrni o'ylab yurganingiz uchun siz energetik hududingiz negativ o'sha energiyani o'sha fikrni oldida qo'shib, ya'ni mana bunaqa tushuning. Qozonda suv tinmay aylanayotibdi, mana bunaqa qilib, tinmasdan bitta pipetkada ozgina qora anaqa siyoh oldingizda, bitta joydan bundoq qilib suvni chetiga tomizib qo'ydingiz. Nima bo'ladi qanchadir vaqtdan keyin u aylanishda davom etaversa? Butun suvni qop-qora rangga bo'yaydi, to'g'rimi? O'shanday tushuning. Biz mana bu qismimizdan negativni chiqarib, xuddiki o'sha tanamizdagi energiyaga, aylanayotgan energiyaga qora rangni qo'shib o'tirgan hisoblanamiz-da.
aynan o'shanday holatda mana bu bizada aylanayotgan suv deb hisoblasangiz energiyani qanchadir vaqtdan keyin qop qora holatga keldi. Endi u qop qora holatga kelgandan keyin bu energiya minus energiya bizani magnitlik xususiyatimiz mana bu joyda ishlab turibdi. Energiyamiz tepa qismi pastki qismida magnit polya hosil bo'ldi dedik, maydon hosil bo'ldi dedik. U o'ziga demak qo'shila olish uchun sheriklarini qidirish kerak, sheriklarini topish kerak, yana o'ziga o'xshaganlarni yig'ish kerak bo'ladi. To'plash kerak bo'ladi, yana ham kuchayish uchun. Bunda faqat o'ziga o'xshaganlarnigina yig'adi. Boshqachalarni yig'olmaydi. Faqat o'ziga o'xshaganlarni bir-biri bilan, ya'ni energetik holatda birlashtira oladi. Shu sababli siz ertalabda turib nimadir bo'ldi, jahlingiz chiqdi, asabingiz buzildi, ertalabdan asabim buzding yoki bo'ldi, endi kundimda bittala bo'ladi bu dedingiz. Nima qildingiz? Mana bu aylanayotgan suvga qop-qora rangni qo'shdingiz. Ozroq jahlingiz chiqdi, o'sha qora holatga aylandi. Siz endi ko'chaga chiqsangiz yana negativ, boshqa yoqqa borsangiz yana negativ, ya'ni butun kuningiz haqiqatdan siz xuddiki как будто rejalashtirganingizdek, o'sha paytda aytganingizdek, bilganingizdek xuddiki oldindan butun kuningiz negativ holatda bo'ladi. Buni sababi o'zi aslida bizning tanamizda atrof aylanib yotgan energetik o'zi asos hisoblanadi. Endi bizning maqsadlarimizni amalga oshirishda hozir qarang, bu inson tanasi, yana chizaman. Mana bu energetik polyaga, doimiy harakatda bo'lgan energetik polyaga doimiy aylanib turgan dedik, bunaqa qilib tepadan pastdan kirgan holat. Energetik hududga ikki narsa orqali ta'sir ko'rsatamiz dedik, to'g'rimi? Yerdagi ma'lumotni o'zgartiramiz. Ya'ni u yerdagi magnitlik kuch ichidagi, ya'ni magnitni nimani tortishini biz aslida qaror beramiz. Biz aslida qaror qilamiz, biz nima tortishimizni. Chunki o'sha oppoq suv energiyaga qaysi rangni qo'shishni biz hal qilamiz. Birinchisi to'liq fizik holatda, ya'ni fizik emasdan hozir jismoniy holat fikr orqali, fikrlarimiz orqali, o'y xayollarimiz orqali ya'ni o'sha rang anaqaga aylanib turgan energiyaga qandaydir ma'no qo'shsak, ta'sir ko'rsatsak, ikkinchi qalb orqali hislar bilan ta'sir ko'rsatamiz. Rasmlar juda ham kichkina, burchakda ko'rinyapti. Siz tegingansizda siz ekraningizga, o'shaning uchun kichraytirib qo'ygansiz. Qo'lingiz bilan kichrayib kattalashtira olyapsiz-ku? Chizmang ekranga. Hammada juda ham kichkina ko'rinyapti. Hammada juda kichkina ko'rinyapti? Yaxshi ko'rinyapti. Okay. Xo'p, demak qarang. Mana shu tanamizda aylanayotgan energiyaga bizga ikki xil faqat ta'sir ko'rsatish qobiliyatimiz bor. Bizga Xudoyim shunaqa bergan. Birinchisi, biz anglab, yetib, tushunib, fikrlab, qaror qilib, kallamizni ishlatib, buni fikrlayman yoki buni fikrlamayman degandagi tanlov asosida fikr orqali ta'sir ko'rsatish. Ikkinchisi, buni odatda ko'pincha boshqara olmaymiz. Tabiiy ravishda ketadi. Bu qism ruhga ulangan qism. Mana bu qism jismoniy tana asos bo'lgan qism, ya'ni jismoniy tanani belgilovchi qism. Mana bu hislar, qalb orqali hislar qismi, bu bizani qalb deymiz-ku u yerda. Qalb degan a'zoni o'zi yo'q. Lekin o'sha joyda biz ruhimizni his qilamiz. Bu ruhga ulangan qism. Shuning uchun hislarni ko'pincha biz hozir bu insonni birdan sevib qolayman deb seva olmaymiz, to'g'rimi? Xohlayman mana shu ovqatni hozir dunyodagi eng yaxshi ko'rgan ovqatim his qilib yeyishni desak, birdaniga ba'zan hislarimiz misol uchun o'zgarmaydi. Har doim ham hislarimizni boshqara olmaymiz. Har doim ham turgan holatimizda bo'layotgan hislarni xuddiki mana fikrga o'xshab, fikrni xohlaganingizcha saralashingiz mumkin. Nega hozir bu narsani o'ylashni xohlamang. Yo, bugun buni o'ylayman, bugun ertaga uni o'ylayman. Buni o'ylashni xohlayman. Ayni damda kerakmi? Xohlagan paytingizda fikringizni, tanlovingizga, qaroringizga asosan o'zgartirishingiz mumkin. Lekin eng qiyini o'zi aslida bizda shunaqa bo'lib qolganki, fikrni o'zgartirish bo'lib qolgan. Chunki miyamizni
qanaqa boshqarishni bilmaymiz. Uni boshqaruvini вообще tushunmaymiz. Shuning uchun oddiy aslida eng tushunishimiz kerak bo'lgan o'sha edi jismoniy holatda, lekin uni tushuna olmadik. Endi qarang, hislar holatida his tabiiy ravishda yuz beradi. Qaysidir joyga borsangiz, birdaniga his ko'tarilganda siz tushuna olmaysiz, nega qo'rquv hissi ko'tarildi? Nega birdan yig'lagim keldi? Nega bezovtalik paydo bo'lib qoldi? Ya'ni aynan hislar holati hammasi ham biz mantiqan uni boshqara olmaymiz. Albatta boshqariladigan holatlarimiz bor, 100% holatda emas. Ko'p holatda. Shuning uchun hislar qismini, qalb qismini bu ruhga oid qism deb hisoblashadi. Ya'ni iste'y qismimizni. Biz mana shu ikkita yo'l asosida tanamizda aylanayotgan energiyaga ta'sir ko'rsatamiz. Ya'ni rang qo'shamiz, o'sha ma'lumotni ichiga tiqamiz. Tushundingiz-a? Nimani his qilayotgan bo'lsangiz, hissingiz negativ bo'lsa, siz atrofingizda tanangizda aylanayotgan energiya o'sha negativ holatga, qora holatga kiradi. Negativ bo'lsa, agar hissingiz yaxshi his bo'lsa, sevgida o'sha aylanayotgan energiya xuddi o'shandagi yorug', chiroyli, rangli energiya holatiga o'tadi. Xuddi o'shanday miyangizda negativ fikr o'ylab yurgan bo'lsangiz, lekin uning uchun qanchadir vaqt o'ylashingiz kerak. Xuddi o'shanday. Mana qozonda o'zi o'shancha suv aylanayotgan bo'lsa, u yerga bir tomchi suv qora rangni qo'shsangiz-da, bo'ldi, to'xtatsangiz. Uni suvni ichida qora rangni seza olmaysiz uncha, to'g'rimi? Chunki suv toza edi, unchalik ham qoraytirmadi, bilinmadi. Lekin u aylanib turayotgan suvga tinmasdan aylanib harakatda turgan suvni qorayishi uchun qanchadir vaqt siz qora rangni tomizib turishingiz kerak. To'g'rimi? Shuning uchun misol uchun, hozir kimdir bilan jahlingiz chiqdida urishdingiz, baqir-chaqir qildingiz. Sal u insondan uzoqlashgandan keyin "Bari, sani nima sabab buzamanmi" dedingiz, o'zingizni hayotingizni yaxshi narsangizni o'yladingiz, ketdingiz. Bu yerdagi energiyaga qora rang tushirdingiz o'sha paytda. Lekin energetik hududni hammasini energiyani qoraytira olmadingiz siz. Chunki nega? Qisqa vaqtga aylandi xolos u. Qisqa vaqtga chiqdi xolos sizda bu energiya. Hududingizdagi aylanayotgan bu energiya to'liq qorayishi uchun siz u negativ fikrni yoki negativ hisni qanchadir vaqt his qilishingiz kerak. Tushunyapsizmi? U energetik hududingizni, o'sha suvni, deylik, qozondagi suvni rangini o'zgartirish uchun qanchadir vaqt kerak bo'ladi. Siz qayta o'sha hisni his qilishingiz yoki o'sha fikrni o'ylashingiz uchun balki bir kun, balki 2 kun. Misol uchun anaqalar psixologlar aytadi, eng kam 3 kun bitta maqsadni to'liq ham energetik hududingizga, ham miyangizda yangi neyronlar tizimi, hozir u haqida ham gaplashamiz. Yangi neyronlar tizimini shakllantirib, uni ishlaydigan holatga keltirish uchun kamida 3 kun. Agar sizga yangi bitta fikr kelib qoldi bugunda, u yaxshi fikr bo'lishi mumkin, yomon fikr bo'lishi mumkin. Ba'zilarda birdaniga, misol uchun, kimnidir farzandiga nimadir bo'ldi yoki kimdir erta kundan o'lib qoldi, o'sha narsani eshitdi. Meni ham farzandimga bo'lib qolsa-chi shunaqa degan fikrda birdan xavotirga tushdi. Bo'ldi endi. Bir hafta mobaynida yoki 3 kun mobaynida farzandim o'lib qolsa-chi deb yoki kimdir erta kundan o'lib qoldi, men ham o'lib qolishim mumkin-ku, biz ham o'lib qolishimiz mumkin deb o'sha fikrni tinmasdan 3 kun, 4 kunning ichida o'lib qolishim mumkin deb o'limdan qo'rquv hissi paydo bo'lib qolsa, ya'ni doimiy ravishda bo'ldi, sizni mana bu suvingizni xususiyati o'zgardi. Endi u qanaqa bo'lyapti? Magnitlik qobiliyati bilan sizda nima ma'lumot bor? Negativ ma'lumot. Shunga o'xshash negativ ma'lumotlarni o'ziga tortishni boshlaydi. Yana boshqasi keladi, yana kimdir o'lganini, boshqaganini gapiradi yoki internetga shunday kirishingizda ko'rib qolasiz, yana kimdir o'libdi, boshqa bo'libdi. Ya'ni bu bizani energetik holatda hayotimizga aynan farqi yo'q. U xohlaysizmi uni? Uni xohlamaysizmi? Siz energetik hududingiz, ya'ni energiya doimiy harakatda va o'ziga o'xshash o'ziga o'xshagan energiyalarni tortish o'ziga qobiliyati bo'lgani uchun mana davayman sizga yana boshqa bittadan chizaman shu odamchani. Bu odamcha energetik hududida harakat bo'lib turibdi, doimiy harakat.
energiya aylanib tanada. Chunki tana tirikmi? Siz tirikmisiz, siz uxlaganingizda ham, boshqa qilganingizda ham u energiya doimiy aylanib turadi. Doimiy harakatda. Energiya aylanishdan to'xtasa, nafas olishdan, boshqa qilishdan jismoniy tananing energiyasi uxlaydi, ya'ni o'lasiz yani o'sha paytda. Tanada ekranimga teginmanglar. Teginmang ekranimga iltimos. Shunda bitta kattalashtirib olasiz sal o'zingizga, bo'ldi, o'shandayligicha tomon aniq qilib turing. Endi fikr orqali aytaylik, eng ko'p eplay olmayman, qila olmayman degan, eplay olmayman. Fikr kelib qoldi. Men qo'limdan hech narsa kelmaydi. Yoki his orqali sizga o'limdan qo'rquv hissi kelib qoldi. Qo'rquv har doim bo'lmagan, kimdir gapirdi, qandaydir vaziyatga duch keldingizda, o'z-o'zidan bu paydo bo'lib qoldi. Endi uni kamida 3 kun o'ylab yoki 3 kun his qilib turib yurdingiz va bu ma'lumot to'liqligicha sizni energetik hududingizni egalladi. Bu negativ ma'lumot. Qarang, qoraytirdi energetik hududingizni, rang holatida tushuntirsam. Va mana bu bizani Telegramda afsuski videoni yoqib baribir ko'rsata olmayman, chunki men ekranga chizyapman, telefonga chiza olmayman. Uni telefonimni ko'rsatsam, yonimga bir narsa olib kelib, betga joylashtirib olishim kerak bo'lardi telefonni. Endi bu safar videodan keyingi safar ko'rib olasizlar. Keyingi safarga harakat qilaman, boshqa telefonimni olib kelib, anaqanimi, bu telefonni tutib turadiganini olib kelib, yonimga qo'yib, kompyuterni videosidan balki ko'rsatishga. Xo'p, demak, bizning magnitli xususiyatimiz shimoliy qutb, janubiy qutb holatida bizdan eplay olmayman degan fikr tashqariga taratishni boshlayapti. Endi tanamiz shuni taratyapti, o'sha fikr endi o'zidan va his holatda o'limdan qo'rquv hissini. Va mana bu magnitli xususiyatimiz bilan biz o'zimizga tortishni boshlayapmiz. Xuddi o'xshash ma'lumotlarni har tomondan. Boshqachasini olmaysiz. Aynan o'xshashlarini olasiz siz hissingizga ko'ra. Chunki aytdim-ku, qozon ichiga, ya'ni bitta shnur ichida faqatgina plus oqib kelishi mumkin, faqatgina minus oqib kelishi mumkin. Shuning uchun ayni damda sizni tanangizda qaysi energiya yuqori darajada bo'lsa, kuchli darajada bo'lsa, aynan o'sha energiya o'ziga o'xshashini topar. Chunki aynan o'sha yuqoriroq darajada o'zidan nima chiqarayotgan bo'ladi? Nur chiqarayotgan deysizmi yoki o'zidan tashqariga kuchli magnitli to'lqinida vibratsiya tarqatayotgan bo'ladi va o'ziga o'xshaganlarini tanaga tortib keladi. Endi eplay olmaysan degan insonlarni ko'rasiz. Tinmay qilolmaysan degan ko'p gapiradigan insonlar paydo bo'ladi va shunaqa bo'ladiki, qilayotgan ishlaringizda har safar oxirgi paytda qila olmaslikni boshlaysiz, chunki bu fikringiz isbotlanishi kerak bo'ladi. Yana aytasiz, men eplolmas ekanman, qila olmadim, kecha ham qila olmadim, bugun ham qila olmadim. Demak, men qila olmayman. Chunki buning isbotlanishi kerak. Borliqda aynan siz xohlagan ma'lumot sizga tortilishni boshlaydi. Xuddi o'shanday o'limdan qo'rqsangiz, o'lim, yosh o'lim, boshqa holatlarni tanangiz yig'ib olib kelaveradi. Ya'ni aslida inson tanasi bir his holda, shuning uchun nima xohlagan bo'lsa, xuddi o'sha narsani olib keladi. Faqatgina uning uchun ozroq vaqt kerak bo'ladi. Ozroq vaqt. Nimani o'ylaganingizga ko'ra, nimani yaratganingizga ko'ra, nimani xohlaganingizga ko'ra, sizni hayotingizga u narsa tortilib kelishiga ozroq vaqt bo'ladi. Qarang, tanangizdagi kuchli energiya o'ziga sekin o'xshashlarni tortyapti. Ba'zilari sizdan ancha uzoqda joylashgan bo'lishi mumkin-da, uni tortib kelishiga ozroq vaqt keladi. Ba'zilari yoningizda turibdi, lekin og'ir narsa bo'lishi mumkin. Uni tortishga ham xuddi yoningizda turganligini sezib turibsiz. Uni tortish uchun ham qanchadir vaqt kerak, chunki og'ir bo'lgani uchun sizdagi mana bu chiqayotgan, tanangizdan chiqayotgan energiyangiz juda ham kuchli emas. Chunki negativlarga, boshqaga, u yoqqa bu yoqqa sarflab, u energiyangiz o'ta kuchga, katta moshga, kuchga ega emas. Shuning uchun yonida turgan narsani ham tortishga ozgina qiynalyapti. Shuning uchun sekin, ozgina, masalan, ovqat yemagan bo'lsangiz, kuchingiz bo'lmagan bo'lsa, bir qop
deylik oltinni yoningizga qoplab anaqaga solib qo'ygan bo'lsa-da, qopga. Aytsa, shuni olib ko'tarib uyingga olib ketib olsang, saniki deb. Sizda kuch ham yo'q, energiya ham yo'q, ovqatlanmagansiz. Necha kunda misol uchun o'zingizgacha uni sudrab borishingiz mumkin-da. Xuddi o'shandek. Agar siz moshni o'zingizda qisib turgan bo'lsangiz, energiyangiz zo'r bo'lsa, ovqatlanib kelgansiz, hatto uxlab kelgansiz hozir. Zo'r vaqtimga to'g'ri keldi-da, hozir ovqatlangan, endi uyqudan turadim. Energiya to'yib turman. Shunday yelkangizga olib ketishingiz mumkin misol uchun-da, o'sha. Xuddi o'shanday tushuning. Ya'ni men shuni aytyapman sizga. Ya'ni soddaroq qilib tushuntirishga harakat qilayotganman. Bizdagi u magnit mavjud, lekin bizani nimani tortishga biz qaror beramiz. Qarang, bu yerda nimani o'rgandik? Nimani tortishga, nimani hayotimizga kirgizishga biz qaror beramiz fikr orqali. Bu fikr hayotingizda torta oladigan kuchga ega bo'lishi uchun uni kamida 3 kun o'ylashingiz, fikrlashingiz kerak yoki 3 kun his qilishingiz kerak. Kamida, qisqa muddatli bo'lsa tanangizga unaqa katta ta'sir ko'rsatmaydi. Chunki ba'zi fikrlaringiz o'ylab qo'ydingiz, qolib ketdi yana. O'ylab qo'ydingiz, qolib ketdi. Chunki u tanangizdagi u suvni rangini o'zgartira olgani yo'q hali. Tushunyapsiz-a? O'ziga o'xshashini torta olish uchun. Bir o'ylab qo'ydingiz, qolib ketdi. Yo'q, u kuchga ega emas. Ikkinchidan, yoningizda o'sha xohlagan narsa turgan bo'lishi mumkin. Uni o'zingizga mana bu magnit kuchingiz tortib ola olishi uchun sizni tanangizda moshniy energiya bo'lishi shart. Kasalsiz, doim energiyangiz keraksiz joylarga, kimlardir g'iybat qilishga, boshqaga u yoqqa bu yoqqa sarflab yuribsizmi? Sizda u moshniy kuch yo'q, yana tortib ola olmaysiz u narsani yoningizga. Tana tortib ola olmaydi energetik holatda. Qarang, bu energetik ko'rinishi biz maqsadimizni o'zimiz xohlagan maqsad. Hozir men jismoniy fizik anaqa tomondan, miya holatidan tushuntirmadim. Men to'liqligicha energetik holatdan tushuntirdim. Qanoq qilib xohlagan narsalarni hayotimizga kirgizishimizni. Hozir men aynan jismoniy tana holatidan ham sizga tushuntiraman. Nega ongingiz, miyangiz qabul qila oladi, qabul qila olmaydi degan joyda muhimligini. Energetik tomondan, demak, hayotimizga biz xohlagan, xohlamagan har qanday turdagi vaziyatni o'zimiz tortib olar ekanmiz, ya'ni o'zimiz kirgizar ekanmiz, kirishiga ruxsat berar ekanmiz. Buni qanday qilish? Ikkita yo'l bilan: fikrlash va his qilish orqali. Bo'ldi. Endi uni hayotingizdagi bor narsalarga yaxshilab e'tibor qaratasizda, har kuni nimalar haqida o'ylab yurganingizga e'tibor qaratasiz. Bir oy davomida farzandingiz kasal bo'lib qolishidan qo'rqib yurgan bo'lsangiz, albatta mana oling, sizni farzandingiz o'sha kasal. Da? Misol uchun men o'zimni oxirgi paytda shu kasal bo'lmasin-da ishlarim tugatib olay, shu kasal bo'lmasin-da ishlarim tugatib olay deb yotibman. Kecha hafta ham kasal bo'ldi yana. Dushanba kuni keyin o'zimga aytdim, men shu narsani o'yladim, o'ylamasam bo'lardi. 4 kun 5 kun o'ylab qo'ydim. Bo'ldi bola, mana o'zi 2 hafta bo'ldi tuzalganing. Yana kasal bo'ldi. Bugun doktorga bordim. Shunaqa. Juda tezlik bilan. Menda nega yana ham tezroq yuz beradi? Qarang. Nega? Chunki meni tanamdagi energiya moshniy. Chunki men ortiqcha negativlarga, boshqalarga hech qanaqa qilmayman. Har doim o'zimga yoqadigan narsalar bilan shug'ullanishga harakat qilaman-da, umuman kimnidir g'iybat qilish, boshqa qilish, kimdir meni yomon ko'radimi, yaxshi ko'radimi, to'g'risini aytaman, menga vobshe ahamiyati yo'q. Yomonlikdimi? Kimgadir yoqamanmi, yoqmaymanmi, umuman qiziqtirmaydi. Meni biladi, ba'zi juda men taniydigan insonlar biladi. Xuddiki aytadi, u bespredel, ya'ni kallasiga kelganini qiladi deb. U kallasiga kelishni qilish emas u. Men o'zimni hislarimga qarab. Gaplashim kelmasa hech kim bilan, hatto men gaplashim kelmasa dadam bilan ham gaplashib qo'yaman. Hozir gaplashim kelmayapti, keyin gaplashim. Qaynonam ilk boshda buni tushunmasdilar. Turmush o'rtog'imga nega xotining kelib gaplashim, nega xotining telefon qilmaydi, nega? Men endi u paytda ozroq baribir gaplashishim kerak derdim, lekin xohlamaganim uchun baribir gaplashmasdim. Ichimdan xohish bo'lmagani uchun, lekin qo'rqib turardim. Mana shu gaplashmaganim uchun bir narsa deyishadi-da deganimga, lekin o'sha bo'yicha gap eshitardim. Keyin mana psixologik boshqa qilib gaplashishim kelmaydi. O'ylab ham ko'rmayman uni. Qaynonam o'ziga aytaman, men gaplashishim kelmasa hech kim bilan gaplashmayman. Lekin men siz bilan gaplashadigan bo'lsam, ba'zi narsalarni gapiradigan bo'lsangiz, xafa bo'lib qolaman deb o'ylayman yoki sizni bir narsalar deb xafa qilishim mumkin deb o'ylayman, shuning uchun uzoq o'tiraman.
misol uchun man dadam aro ichadilar, ichsalar man dadam bilan o'zlariga ham aytaman dedim. Ichib bo'lsangiz man siz bilan bir şey gaplashmayman deyman. Ya'ni bu hurmatsizlik holatida tushunmang. Unday emas. Uni chiroyli qilib, misol uchun, mana sizga ishsiz gapirmayman demayman men. Chiroyli qilib gapirishga, ya'ni tushuntirishga harakat qilaman. Lekin demoqchimanki, men qalbimga qarshi bo'lgan, ichimdan xohlamagan narsa ayni damda, avval unaqa bo'lmaganman mana, hech aniq qilmang. Ya'ni bunaqa holatlarni, bunaqa vaziyatlarni sekin-sekin o'rganib sizga o'xshab, kiradigan joylarimga kirib, tushib, aytadi-ku, rosa tayoqlarni yeb tushunib yetib keldim. Men sizga hozir o'rgatayotgan narsalarimni, lekin ayni damda bilaman, men energiyamni tushirishim mumkin bo'lgan. Hozir gaplashsam ortiqcha xafa bo'lishim mumkin bo'lgan. Hozir o'chirsam, shu narsani qilsam o'xshamaydigan holatni his qilib turgan bo'lsam, men hislarimga qarab bu narsani qilmayman. Kimgadir biron narsa qilib bergim kelmayaptimi? Misol uchun men qilib beraman demayman. Ko'ramiz. Qo'limdan kelsa qilaman, bo'lmasam yo'q. Ya'ni bemalol inson yuziga qarab yo'q deya oladigan holatga kelganman. Yaqingacha ham to'g'ri ba'zi narsalarda qiynalardim o'zbekligimga borib, yo'q demasdan, lekin hozir ayni vaqtda bemalol yo'q deyman. Eng birinchi turmush o'rtog'imdan boshlaganman bu narsani. Qilish xohlamasam ba'zi ko'p narsalarga xo'p qilaman derdim, lekin hech narsani qilmasdim. Qilish xohlamagan uchun qilmasdim. Faqatgina xuddiki aldagandek qilaman deyverardim. Bu bilan bizda juda ko'p urush janjallar bo'ladi. Turmush o'rtog'im nima va'da berasan qilmasin. Nima xo'p deysan qilmas ekansan. Chunki urushganda jahl chiqqanda hamma narsasini aytib gapirib boramiz, urush bo'lgandan keyin farqi yo'q bo'ladi. O'zi vaqti qilish xohlamaganman. Siz xafa bo'lmasin deb xo'p deganman. Umuman hech vaqtdan xohlamagandim qilishni deb baqirsam, nega shuni aytmasdan sen meni aldab xo'p qilaman deding. Lekin hozirgi paytda biror narsa xohlamasam, aytaman, xohlamayman bu narsani qilish yo'q. Chunki xohlamaganimdan keyin qila olmayman. Yana xafa bo'lasiz. Xo'p deb qo'yishimni xohlayapsizmi deb. Ya'ni shunday. Shuning uchun menda ya'ni energiya ortiqcha u yoqdan bu yoqqa keraksiz joylarga ketmagani uchun men xohlagan narsamni juda tez tortib ola olaman. Bu mendagi alohida qobiliyat bir narsa emas. Prosta mana shu energiyani ishlashi. Chunki mendagi energetik kuch ortiqcha sarflanib tugab qolgani yo'q. O'zimni kuchsiz his qilib qolganim yo'q. Ya'ni xuddiki hozirgi misolimdek uxlab turib ovqatlanib chiqib kuchga ega bo'lib chiqdim, bir qop menga oltinni ol uyingga olib keta olsang shuni senga dedim. Men aytdim, zo'r vaqtimga to'g'ri keldi, shunda ko'tarib olib chiqib. Ya'ni men har doim xuddiki o'shanday uxlab endi turib kuchga kirgandek his qilib yura olishim mumkin. Tanamdagi energiyani saqlagan holda. Lekin juda ko'pchiligimizda doimiy energiyasizlik his qilamiz. Doimiy ravishda. Shuning agar siz doimiy ravishda energiyasizlik his qilsangiz, biror narsaga qilishni xohlamasangiz, ozgina ish qilsangiz charchab qolsangiz, hech narsa qilmasangiz ham o'rningizdan turgingiz kelmasa, tinmasdan uxlagingiz kelaversa, yostiqdan boshingizni ko'tara olmayotgan bo'lsangiz, sizni tanangizda o'sha kuch mavjud emas. Uxlayapsiz, aslida zaryad olishingiz kerak edi. Ovqat yeyapsiz, aslida zaryad olishingiz kerak edi. Lekin siz mana bu energetik aurangizda qanaqadir teshik paydo bo'lgan, energiyangiz qayoqqadir oqib ketyapti. Yoki aurangizda shunaqa ichiga mavjudotlar, bu narsalarni kirgizib olgansiz, u energiyangizni so'rab yotibsiz, uni boqib yotibsiz. O'zingiz zaryad olyapsiz-da, lekin u energiyani ularga beryapsiz, o'zingiz tinmasdan energiyasiz his qilyapsiz. Energiyasiz holatda bo'lganingizda, afsuski, hech qanaqa xohlagan narsangizni o'zingiz xohlagan tezligingizda tortib ola olmaysiz. Chunki o'shani tortib olish uchun ham o'sha aytganimdek kuch kerak. Tushundingizmi? Nima demoqchiligimni? Demak, qandaydir maqsadga erishishimiz uchun biz eng avvalo mana o'sha aylanayotgan energetik avramizga ta'sir ko'rsata olishimiz kerak ekan. Ta'sir ko'rsata olish qobiliyatimiz demak fikr orqali va his orqali ekan. Ta'sir ko'rsata olishimiz uchun kamida o'sha bitta fikrni 3 kun mobaynida o'ylashimiz kerak ekan yoki ora-orada kun-ora o'ylaydigan bo'lsangiz 1 oy. Shuning uchun aytiladi 21 kun, 40 kun, 1 oy deb bekorga aytilmaydi. Chunki sizdagi auringizda aylanayotgan energiyani tarkibida to'liq o'sha fikrni singdira olishingiz uchun va u magnit holatiga o'tganda aynan o'sha fikrga mos fikrlarni torta olish uchun. Bundan foydalanamiz. Yoki fikr yoki his. Endi qarang, agar bu ikkalasi birlikda ishlasa qanaqa bo'ladi? Ham fikr bo'lsa, fikr ham bitta narsani xohlasa, his ham bitta narsani xohlasa. Endi tushuning. O'sha suv bitta kichkina pipetka bilan uni
rangini o'zgartirish uchun tomizib turibsizda. Qanchadir vaqt kerak, to'g'rimi, suvni rangini o'zgartirish uchun. Endi siz yana bitta pipetka oldingiz va ikkalasini bir-biriga qo'shdingiz. Bitta holatiga keltirsangiz, u kattagina pipetka holatiga keldi, tushuning. U bilan tomizsangiz qanaqa bo'ladi? U suv juda tezlik bilan o'zgaradi, to'g'rimi? Chunki ko'p holatda rang tushadi. Xuddi o'shanday energetik holatda ham fikringiz, ham hissingiz bitta nuqtaga qaratilganda mana bu energetik aurangizga ta'sir ko'rsatish holati judayam kuchli va tez yuz beradi. Siz shunchaki fikrlaganingizdan ham o'sha narsani ham his qilsangiz qo'shilgan holatda fikrlaganimizga nimalar kiradi? O'sha narsa haqida o'ylash, o'sha narsa haqida o'qish, shu narsani og'izda aytish yoki shu narsani vizualizatsiya qilish. Hammasi bu bizani mentalniy qobiliyatimizga kiradi. Gapirish, ko'rish, o'qish ovoz bilan, keyin tasavvur qilish, hammasi bizada mentalniy kanal javob beradi. Shuning uchun mentalniy qobiliyat hisoblanadi. Hammasi bitta ketadi. Ham fikr, o'ylaysiz, ham uni gapirasiz, o'qiysiz-da, talaffuz qilasiz yoki yozganingizni ko'rasiz yoki tasavvur holatda vizualizatsiya qilasiz. Hammasi bu aynan miyani ishlash faoliyatiga taalluqli bo'lgani uchun bitta kanal deb aytiladi, mentalniy kanalni qobiliyatiga. Degancha mentalniy, ya'ni kuchimiz bu yerda foydalangani uchun hammasi bir xil holat. Shuning uchun vizualizatsiya qilsangiz ham, fikrlasangiz ham, yozib o'qisangiz ham, o'qiganingizda ko'zingiz bilan ko'rib tursangiz ham, deyarli mana shu miyani bir nechta qobiliyatini birlashtirgan holatda foydalangan bo'lasizda. Mentalniy kanalni to'liq kuchidan foydalangan bo'lasiz. Shunchaki fikr qilgandan. Bunda yana ham kuchliroq ta'sir ko'rsata olasiz. Lekin bularni hammasini qo'shganda bu bitta qobiliyat hisobida ketadi. Qalb his qilish holatingiz bu ikkinchi qobiliyat holatida ketadi. Ya'ni ikkinchi ta'sir ko'rsatish yo'l holatida. Demak, faqatgina mentalniy qobiliyatimizdan foydalangan holatda ta'sir ko'rsatsak, qanchadir uzoqroq davom etadi. Agar ham his, ham fikr holatida, ham mentalniy, ham hissiy, endi buni hissiy qobiliyat deymiz qalb orqali, ham hissiy qobiliyat asosida ikkalasini ham bitta narsaga yo'naltirsak, buni ta'siri yana ham kuchliroq bo'ladi energetik hududimizga. O'sha, ya'ni suvni rangini juda tezlik bilan o'zgartira olamiz. Tushundingizmi? Va uni o'zgartirganimizdan keyin albatta bu yerga baribir tanamizda energiya kerak maqsadingizga erishish uchun. Chunki aynan o'sha energiya asosida tortib olamiz biz. Baribir o'sha energiyangiz kerak sizga. Shu sababli ba'zi insonlar juda tezlik bilan maqsadiga erishadi. Chunki energiyasi zo'r, mo'shni energiyasi bor deymiz-ku. Yoki ortiqcha energiyasini keraksiz joylarga sarflamaydi. O'zini maqsadlari uchun sarflaydi. Hozir hatto misol uchun o'sha jodugarlar ichida energiya o'g'rilari ham chiqqan. Inson tanasidan energiya o'g'irlaydi. Mana shunaqa videolar boshqalar orqali ha devor, xo'p devor, like bosvor, roziman devor qilib insonlarning energiyasini so'radi. Misol uchun. U energiyani nega so'radi? O'ziga to'playdi u energiyani va qaysidir maqsadini amalga oshirish uchun yo'llantiradi. Buni jodugarlar qiladi jodu ilmida. Chunki uni qanaqa qilib yo'llantirishni biladi. Shuning uchun siz o'tirdingiz, bitta dugonangiz keldi, qaynonasini gapirdi, qo'shilib dugonangiz bilan qaynonasini g'iybat qilgan bo'lsangiz, siz energiyangizni bekordan bekor tanimagan, вообще dugonangiz qaynonasini tanimassiz ham. Bekordan bekor dugonangizni qaynonasiga sarflab yubordingiz, energiyangiz bo'lasiz. Tushundingizmi? Chunki nimani fikrlasangiz, nimani his qilsangiz, aynan o'sha narsaga energiyangizni sarflaysiz. Bu holatdan tushundingizmi maqsadni qanoq qilib yaratishni? Aynan shu joygacha kimda qanday savol bor? Maqsadimiz qanaqa? Tezlik, sekinlikda yaratilishi. Men sizga hozir aynan ilmiy, aniq tomon, jismoniy tana tomonidan, miya ong osti holatidan tushuntiraman. Bu energetik holatimiz. Savolingiz bo'lsa bering. Kimda qanday savol bor? Shu joygacha hammaga tushunarlimi? Tushunarli. Xo'p.
Manda shunday har doim aytaman-da, mana buni faqat menga shunaqa aqlli o'quvchilar keladi. Bitta ham savol berishmaydi. Zo'r tushunishadi chunki. Yoki men shunaqa zo'r tushuntirib qo'yaman savol berish. Savol berishga hojat qolmaydi. Savol bor edi. Bering, bemalol. Manda savol bor edi. Mana shu o'zimizda to'plagan energiyamizni ko'paytirish, chuqur saqlash, shu o'zimizni nimaga maqsadimizga yo'naltirish uchun o'sha bo'sh kalimalarga chalg'imasligimiz kerak. Negativ fikr, o'yli fikrlarga. Lekin uni o'zimizda qanday saqlab tura olamiz? Qarang, o'tgan safar qaysi sehr jodu darsida men bu narsani gapirdim. Agar taningiz sog'lom bo'lsa, sog'lom ya'ni yosh insonsiz, ortiqcha kasalliklaringiz, boshqalaringiz yo'q-da, og'riqlaringiz yo'q. Kechqurun uyquga